Sudanlik qizlar nega bunchalik baland bo'lishini bilasizmi? Ko'pchilik bunga noto'g'ri sabab deb o'ylaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda sudanlik qizlar haqida qiziq gap yuradi. Ular bolaligidan muntazam sakrashar ekan va shu sabab baland bo'yli bo'lib o'sishar emish. Muhim fakt, Sudanda ham hamma qizlar va ayollar baland bo'yli emas. Bu faqat ayrim hududlar va genetika bilan bog'liq. Ilm-fanga ko'ra, bo'y o'sishi asosan genetika va yoshga bog'liq. Ya'ni sizning maksimal bo'yingiz ota-onangiz va o'sish davringiz bilan belgilanadi. Sakrash esa sizni to'g'ridan-to'g'ri cho'zib yubormaydi. Ammo bu umuman foydasiz degani emas. Aksincha, sakrash suyak va mushaklarni mustahkamlaydi. Qon aylanishini yaxshilaydi. O'sish gormoni ajralishini biroz rag'batlantirishi mumkin. Qomatni to'g'irlaydi. Natijada siz o'z tabiiy o'sish potensialingizga yaqinlashasiz. Shuni ham unutmang, o'sish zonalari yopilgach odatda 18-22 yosh atrofida, lekin bu individual. Bo'y o'sishi deyarli to'xtaydi. Agar hali o'sish davrida bo'lsangiz, quyidagilarni odat qiling. Kuniga 10-15 daqiqa sakrash. Yetarli uyqu eng muhim. Oqsil, kalsiy va D vitaminiga boy ovqatlanish. Sport mashqlari. Bo'y o'sishining sehrli usuli yo'q, ammo to'g'ri odatlar orqali siz o'zingiz uchun mumkin bo'lgan eng yuqori bo'yga yetishingiz mumkin. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.